Assalamu alaikum. Benim ismim Adil Abdurrahim. Ben Şarkı Türkistan'ın Aksu vilayet Baynayisi'den. Ben hazır Türkiye turvatımen. 2013 yıl 7. ayda Türkiye'ye geldim. Ben ayalım, ballarım doğrusunda guvalak vermekçi. Bu benimki yukarıdaki işkibacı suratdaki birisi kızım. Bu işkibacı suratdan birisi kızım. Meryem Adil. 2009 yılı 2. ayının 29'u doğulgan. Yenideki oğlum 2011 yılı 11. ayının 18'i doğulgan. Astıdaki küçük oğlum Ömer Adil 2013 yılı 7. ayının 3'ü doğulgan. Bu mening ayolum Mehribongul Ro'zi 1989 yıl doğulgan. Benimki ayolum bilan balalarım bilan aloqa munosabatim 2017 yılı 4. aydan başlap aloqa munosabatlarim butunlay uzildi. 2,5 yıldan beri ben ayol balalarım bilan hech qanday aloqa qilolmasdan psixikam og'ir buzildi. Urug' tuqqan oila bolachaqalarim bilan hech qanday aloqa yo'q. Xitoy kommunistlari 2017 yılı 8. ay atrofida ba'zi do'stlarimniki WeChat orqali menga bergan uchurida ayolimningki jazo lageriga kirib ketganligi, dadamning, qaynotamning jazo lageriga kirib ketganligini angladim. Keyin 1 yildan keyin bolalarimningmi yig'ib olish kamplarga kirib ketganligini uni angladim. Men shu sababdan xalqaro jamiyatga bu guvohlikni beryapman. Mening xalqaro jamiyatdan istaydiganim meningki oila bolachaqalarimni, ayolimni, bolalarimni xalqaro qonunda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, ayol bolalarimni men bilan jamlab berishni istayman. Va shundaqla butkul shu muajiratdagi Uyg'ur qarindoshlarning ailasidan ayrilgan, ota-onasidan yoki xotin bolalaridan ayrilganlarniki shu ailasi bilan jam bo'lishini, boshqa insondek yashashini umid qilaman.